Take Profit barchaga. Bugun bizda 16-aprel O'zbekiston vaqti bilan 16:43, bizning vaqt bilan 15:43 bo'ladi. Bugun Goldda nima qilishimiz mumkin? Biza bir necha kunlar oldin aytgan Take Profitimizga va nihoyat chiqib berdi. Xo'sh, men allaqachon zonalarni tayyor qilib qo'ydim. Endilikda nima qilish mumkin? Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bizda hozir buy zona bizda mana shu zonalarni tashkil etadi. Xo'sh. Ya'ni biza buyga faqatgina mana shu zonadan kirishimiz mumkin degani. Bu bizda buy zona bo'ladi. Vaqt kamligi uchun men qisqacha aytaman, lekin sizlarga zonalarini aytib beraman. Bu bizda buy zona bo'ladi. Buy zona 3250 zonadan buy zona bo'ladi. Xullas, bugungi agarda buy kirish nastroylar bo'lsa, mana shu zonalardan kirishni maslahat beraman. Sellga kirish uchun bugungi bozor structure bo'yicha narx harakati mana shu zonaga keladi. Mana shu zonada aylanib, so'ng esa 3320 zonalarga keladi. Undan so'ng yana narx harakati pastroqga aylanishni davom ettiradi. Aylangandan so'ng esa narx harakati tepaga chiqadi, yana 3330 zonaga. Bugungi kun uchun take profitimiz esa bizda endi bu narsa o'xshashi 20-30% bo'lishi mumkin, lekin bozor strukturasi bo'yicha ko'ramiz. Endilikda nima qilish mumkinligini faqatgina kun oxirida bilsak bo'ladi albatta. Yana bu yoqda bizda общий take profitimiz agarda biz 3250 dan buy ochadigan bo'lsak, 3360-70 lik zonalargacha narx harakati chiqadi va mana shu zonadan biz sellga olsak bo'ladi. Bu biz uchun menimcha hammaga ideal tasdiq deb o'ylayman. Aniq kirish chiqish nuqtalari bor. Yanada kanalda batafsilroq ma'lumot bo'ladi. Undan oldin ham pozitsiyada ishlab olish imkoniyati bo'lsa, biz sizlarga xabar beramiz va birgalikda ishlaymiz. Unda shu holat narx harakati shunga tushishi, bunga tushishi fakt emas, lekin mana analizim bo'yicha tushishi kerak. Buni o'xshash foizi 30%. Xo'sh, birinchilikda bizda bu zona nechilik zona bo'ladi? 3258 lik zona, so'ng bunisi 3320 lik zona. Bu zonalar qaytarish tarzida ishlaydi. Bundan qaytib kelgan narx harakati yana shu zonalargacha harakat qilish ehtimoli juda ham katta. Xo'sh, bu yoqdan buy olib turib tepagacha ushlab tursak bo'ladi. Stop loss minimallashtirilgan holatda yana ham batafsil ma'lumotlarni albatta nasib bo'lsa kanalimizda beramiz. Maxsus kanalimiz kechadan boshlab ishlashni davom ettirgan. Agarda yanada batafsil prognozni xohlaydigan bo'lsanglar, kommentariy yozinglar, izoh yozinglar, like bosinglar, biza yanada kuchliroq qilishni boshlaymiz.